Assalomu alaykum dunyodoshlar. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh shada la ilaha illalloh shana Muhammad rasul. Assalomu alaykum dunyodoshlar degani kimni eslatdi sizlarga? Haqiqiy Imom Mahdi mana shunaqa bo'ladi. Haqiqiy Imom Mahdi urushmadi. Haqiqiy Imom Mahdi xuddi o'sha assalomu alaykum dunyodoshlar deb boshlaydi. Bizda o'tda shuhrat 70 ming podpiska bordi. Yangi Cheskoyla video kanallarni o'chirib yana boshlagan har xil sallalarni qo'yib chiqyapti. Assalomu alaykum dunyodoshlar deydi. Talgadan keladi, avtobolan plantalardan kelganman deydi. Avtobolan plantalar degan unda ko'rinib turgan turbalardan oziq-ovqatlar oqadi, shunday xohlagan joyini ochib oziq-ovqatlarni olaverasan. Mustadrak degan kitob topib kelganman. Mustadrak degan kitob bor deydi, mustadrakmi? Ana shunaqa bo'ladi mahdilarni. Ming bir mahding bor, xohlasan millionta mahdi bor. Ulardan bittasi ana shu boboy. Oti ham o'tda shuhrat. Shuhrat bo'lishiga dalil. Yana keyin mana shunaqa qul jahja nima bo'ladi? Nay qul mana tovush shernikidan baland degani. Mana shunday vaqillab internet ovqat da'vat qilish, balki 10 yil, balki 20 yil, balki umri mohorgacha. Imom Mahdining bitta dalili o'xshash Sulaymon alayhissalomga ham to'g'ri keladi. Sulaymon alayhissalom kim bo'lgan? Qul bo'lganmi? Masalan, otasining oti Abdulloh bo'ladi deganda, mana otam oti Sulaymon nima uchun? Sulaymon alayhissalom o'lgandan keyin ham yangi jinlarga hovuz qurdirgan, masjid qurdirgan deydi. Marmardan minoralar, qasrlar qurdirgan, lekin yo'q-ku o'sha qani, hamma narsa yo'q bo'lgan, o'shadan keyin qolmagan mana. O'lgandan keyin ham yangi devlar qancha yillar xizmat qilgan, ishlagan, masjid qurgan, minora g'avvoslik qilgan deydi, dengizdan majlardan olib chiqqan, itday ishlagan. Yildan keyin, 10dan keyin oddiyroq tayoq bo'lmagan, 10 yil o'tgan, 20 yil o'tib tayoq qurtlab, odalib tushgandan keyin hassasi odalib tushib yangi Alloh bilganingizga deydi, yangi nimalar aytadi. Alloh bizga qutulardik deydi, devlar aytadi, jinlar aytadi. Alloh bizga qutulardik, buni o'lganini Alloh bilsaydik deydi. G'aybni ham bilmasligi, lekin asosiysi u Sulaymon alayhissalomning qulligiga dalil, yangi shohlik emas. Shoh bo'lsa ham Alloh taolo qul. Ana shu xalifalarning ham qul bo'lishiga, rabota qulota rabotchi qul bo'lishi, xalifa bo'lishiga dalil. Keyingina aytuvdimda botil arzni Imom Mahdi bilan o'xshash joyi birinchi marta uzoq arab cho'llaridan degan, ikkinchi martasiga aytgan arabni o'sha Makkani yaqini degan kim edi? O'sha sahobani Rasululloh sollallohu alayhi vasallam borib ko'rsatgan ekanlar. O'sha kishiniki otam aytdi deydi, o'sha sahobani o'g'li otamga ko'rsatuvdi deydi. Bir qarich joyda emas, bir mana shunday joydan 12 santimetr mana telefonning razmeri joyda mana chuqurdan chiqadi deb dobotilar ko'rsatgan ekan. Buni otini nimadir-da, qarishda arabchasiga qarishda nima deydi-da, u qarish emas, kichkina qarishdan kichkina narsani ushurmi nimadir arabchasiga Abduzafar nimasiga aytgan. Mana shunaqa joy, shuncha joy degani ma'no beradi bu ham telefon. Yangi tovush osmondan keladi deganing ham, Mahdining chiqqanini deganing ham, telefon va internet bu. Sulaymon alayhissalom yangi Sulaymon Abdullaga o'xshashligi ham shu. Shunaqa gaplar, dobotilar yangi bitta kishi degani, mana hayotim birarni fitnasi degan hadis bilan bog'liq bo'lgan. O'zimdan keyin eng katta fitna ayol fitnasini qoldiraman deyarlar bu. Mana shu dunyoni go'zallik qutqaradi, sevgi qutqaradi, mana shunaqa muammolar u. Fitna yetamanmi yo'qmi Alloh biladi, lekin sollallohu alayhi vasallamning ikkita bola qoladi degani o'sha menga to'g'ri keladi. O'sha farzand ko'radi, o'lanadi, dajjol o'ldiradi degani, dajjol mana shu tuzumlaring antikrist yoki dajjol bu demokratik tuzum yelkasida tog'dek non bo'ladi, non bu oylik yoki boylik. Hozir hamma O'rta Osiyo musulmonlari Amerika, Yevropaga ishga bormoqda. Uni jannati do'zax esa jannatdir. Ya'ni erkakni erkakka, ayolni ayolga ham nikohlab beraveradi va har qanday Qur'on Karim va hadislar asosida tuzilmagan konstitutsiyalar yotdir islomga, ya'ni dajjoldir. Ya'ni men 1970 tug'ilganman, Lenindan 1870 tug'ilgan, Lenindan keyingi dohiy chiqadi. Mana shu SSR islomsiz din, islom bilan bo'ladi. Nima uchun bu? Gegemonlarga qarshi turish uchun va islom dinini Yevropa, Amerikaga, butun dunyoga yo'yishlik uchun bu davlatni qayta tuzamiz inshaalloh. Yana keyin debatlar chiqadi, qarg'aydi deyarlar. Ya'ni o'sha 41 yoshimga saylanishimdan oldin Alloh taolo meni jinni siroq qilib qo'ygan va qarg'atgan, ko'rsatgan, turmaga yotgan bolalarni uni turmadan chiqarish uchun
kuntabisini duosi bo'lgan, kunda ham o'zbek tilida olingan, tarix tilida olingan o'sha yaxshi kunlar kelsin degani. Ya'ni mullalarni qiynalib, plastik bilan tirnoqlar tortilgan payt, dubinga urilgan payt ana qanchasi bo'lib ketdi. Lekin mana shu o'rtasida din mazhab olinadi, boshqasi yig'ishtiriladi inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bitta narsa o'zgarishsiz.